Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 30-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlarni oynajohan orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azar sizlar ertangi 30-dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Doimgidek kanalimiz yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, iltimos videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Azizlar namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namoz necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Shunday ekan, kamtarona mehnatimizni qadrlab, iltimos videoni oxirigacha ko'ramiz. Qisqagina emas, videoni oxirigacha ko'ramiz. Like ta ayamaymiz azizlar. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Kommentariyada o'z iliq fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Azizlar, Telegramda kanal ochganman, kunlik namoz vaqtlari degan. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman, SMS bo'limiga o'tib albatta obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolsa, Xudo xolasa Telegram kanalda har kunlik chiqib boriladi. Xudo xolasa. Shunday ekan albatta obuna bo'lishni unutmang. Azizlar, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu jadvaldan foydalanib borayotganlardan, like bosib tarqatayotganlardan va obuna bo'lganlardan barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, yaxshilik qiling, yaxshilikni doim qiling. Avvalo o'zimga eslatma va qolaversa sizlarga ham eslatma. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar azizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.